Hammaga salom bolalar. Bugun YouTube'ga kanal video qo'yishni o'rgataman. Birinchi navbatda tepaga chiqamiz. Mana bu chetda zaps ekrana degan yozib bor. O'sha ustiga bosamiz. Pastda aylanib qizil tugma chiqadi. O'sha tugmani bosamiz. Video olamiz. Tugatmoqchi bo'lsak, qizil tugmani ustiga yana bir marta bosamizda X chiqadi yonda X va boshqa narsa chiqadi. X ga bossak video tugaydi. YouTube ga qo'yish uchun YouTube ga kiramiz. Plusga bosamiz. Masalan, mana bu. Hammaga salom bo'lar. Dilayni bosamiz. Videoga nom berib, yana dilayni bosamiz. Zagruzka videoga qo'yamiz. Video qo'yiladi.